Assalomu alaykum aka. 32 ga 48 lik akkumulyator tayyor bo'ldi aka mana. Xudo xolsa ko'rishingiz mumkin. Sifat darajasini Daily brendiga tegishli 20 amperlik 48 voltlik 13S bo'lmas. Simlar taqilgan, batareyka как положено aka. Mana bunaqa. Nima desam ekan? Bu mashina izolyatordan keyin armirованный skotch ham bo'lgan. Har xil yo'lda har xil boyagi buzuqliklar, har xil boyaglar bo'lishi mumkin. O'shani evaziga mustahkam bo'lishi uchun. Keyin bitta narsa kelsak ekan. Mana bu akkumulyator 18650 bundan taxlanmadi ekan. 5 amperlik mana farqini ko'rishingiz mumkin ekan. Bu kichkina, bu katta. 21700 mana shundan taxlangan ekan. Xudo xolsa juda ham chiroyli chiqdi.